بأيدينا سنبنيها صروح العز نعليها فأمتنا تنادينا نعيد لها بأيدينا سنبنيها نعليها تنادينا مواضيها نعيد لها مواضيها. هنا في الشام أجناد بإذن الله تحميها بإيمان وإقدام جبال الجور ندحيها. هنا في الشام أجناد بإذن الله تحميها بإيمان وإقدام جبال الجور ندحيها. جبال الجور. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli va rahmati bilan ko'rib turganlaridek Muraqqablar yetimxonasidagi ushbu yosh qizchalarni, albatta bular urushlar, janglar sababli otasidan ayrilib norasida bo'lishgan. Bizlar ham Muraqqablar xayriya fondi olarak avvalo Alloh taolaning fazli va rahmati, so'ngra ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizning yordamlari evaziga shunday Muraqqablarni taomlantirib, ularni xursand qilishga davom etyapmiz. Alloh taolo ehson qilgan aka-uka opa-singillarimizdan barchadan rozi bo'lsin va ushbu amallari va mana bu yetimlarni xursand qilganligi sababli Alloh taolo Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham shunday yetimlarni taomlantirib, ularni xursand qilishni istasanglar, bizning aloqa manzillarimizga chiqishinglar mumkin inshaalloh. Yallo, assalomu alaykum. فألف بعدها ألف نكثرها ننميها مهندسها وجراح معلمها محاميها. فألف بعدها ألف نكثرها ننميها